Barchaga assalomu alaykum. Bugungi darsimiz Descartes koordinatalar sistemasi. Bu mavzuni boshlashdan oldin men bir savol bermoqchiman. Hammamiz GPS sistemalarini ishlashini mohiyatan tushunmasak ham qanaqa bo'lishini bilamiz va hayotda kuzatganmiz. Ma'lumot o'rnida aytishim mumkin, GPS, ya'ni sizni yerda qanday lokatsiyada turganingizni aniqlash bu sun'iy yo'ldoshlar orqali bajariladi va bu sun'iy yo'ldoshlar yerdan 20,000 kilometr balandlikda uchadi. 20,000 kilometr. Va sizni ayni paytdagi lokatsiyangizni aniqlash bu bitta sun'iy yo'ldosh bilan emas, bir necha sun'iy yo'ldoshlarni o'zaro hamkorlikda ishlashining natijasida hosil bo'ladi. Ya'ni sizning lokatsiyangiz shunchaki telefoningizga tushishi mumkin yoki shunchaki telegramingizga tushishi mumkin, lekin aslida bu juda ham katta murakkab proses. Endi savol quyidagicha: qanday qilib fazoda yoki tekislikda kimni yoki nimani qayerda turganligini oddiy raqamlar orqali ifodalash mumkin? Oddiygina raqamlar orqali. Bu narsaga o'zini zamonasida Descartes quyidagicha javob beradi. U o'zining koordinatalar sistemasini taqdim qilgan holda fazoda yoki tekislikda biror narsani qayerda joylashganligini raqamlar orqali ko'rsatib berish yo'lini taqdim qiladi. Biz fazo haqida gaplashmaymiz, chunki fazo bu keyingi ancha o'tgandan keyin 10-11 darslarda ko'riladi bu narsa. Geometriyani o'tishdan oldin taxminan. Biz hozir tekislik haqida gaplashamiz. Mana doska, tekislik. Shu doskadagi har bitta qo'yilishi mumkin bo'lgan nuqtalar, shu nuqtani qayerga qo'yilganligini yoki qayerga qo'yilishi kerakligini qanday qilib raqamlar orqali ifodalash mumkin. Misol, mana bu nuqtani qayerda ekanligini men qanday ifodalashim mumkin? Yoki mana bu nuqtani qayerda ekanligini men qanday ifodalashim mumkin? Savol tushunarli? Demak, javob quyidagicha. Biz nuqtani qayerda joylashganini ifodalash uchun tekislikda ikkita o'zaro perpendikulyar bo'lgan, ya'ni 90 gradusda kesishgan o'qlarni o'tkazib olamiz. Biz buni maktabda ko'rganmiz. Bu demak OX o'qi yoki ikkinchi nomi buni absissalar o'qi deyiladi. Bu OY o'qi. Buni ikkinchi nomi ordinatalar o'qi deyiladi. Demak, OX o'qi gorizontal o'q. OY o'q bo'lsa vertikal o'q. Vertikal o'q. Xo'sh, mana shu nuqtani qayerdaligini bilish uchun qarang, nima qilamiz? OX o'qiga to'g'ri chiziq tushiramiz. Taxminan 8,5 ga tushdi. Endi OY o'qiga tushiramiz. Taxminan 10 ga tushdi. Qarang, koordinatani yozishda OX o'qiga 8,5 ga tushdi. OY o'qiga tushirganimizda, ya'ni tushirish degani nima tushuniladi? 90 gradusda tushirish nazarda tutiladi. Ya'ni 90 gradusdan tushdi, 90 gradusda tushyapti. OY o'qiga taxminan 10 ga tushdi. Koordinatani belgilash uchun kelishib olingan doim avval x yoziladi, keyin y yoziladi. OX o'qida 8,5 to'g'ri keldimi? Demak, buni koordinatasi boshlanish 8,5 x. Y bo'lsa 10. Demak, ushbu nuqta 8,5 u 10 koordinatida joylashgan. Va aksincha, misol uchun, men 8,5 u 10 koordinatida joylashgan deb yozib qo'ysam, u nuqtani o'zi chizilmagan bo'lsa, mendan keyin xonaga kirgan odam bunday 8,5 keladi, bunday 10 ga kelib, ikkalasini birlashtirib, ha, nuqta mabitda bo'lgan ekan deb o'zi topa oladi. Demak, oddiy mana misol, qanday qilib tekislikda nuqtani joylashuvini oddiy sonlar bilan ifodalash mumkin. Xuddi shu narsani fazoga tatbiq qilish mumkin, xuddi shu narsani butun yer sayyorasiga tatbiq qilish mumkin. Ham shunday qilib lokatsiyani aniqlash mumkin. Biz buni lokatsiyani aniqlash uchun o'rganayotganimiz yo'q, qaysi ma'noda bu imtihonda tushadigan va juda ko'p tushadigan mavzulardan bittasi. Descartes koordinatalar sistemasi. Endi quyida 4 ta koordinata, keling mana shu 4 ta koordinatani xo'sh, qayerda joylashganini aniqlaylik. Hozir biz nuqtani koordinatasini aniqladik, ya'ni nuqta chizib qo'yilgan, shuni qaysi koordinatada turganligini aniqladik. Endi teskari. Bizga koordinatani kimdir berib qo'yganda biz
o'shani nuqtasini qayerdaligini topaylik. Bunisiga keyinlab vaqt sarflab o'tirmaymiz. Yoki sarflaymiz. Mayli. Birinchi AX o'qiga tushirishimiz kerak. AX o'qiga tushirsak qayerga tushyapti? -5,5 mi? Demak, X -5,5 ekan. Y nechi? Y o'qiga tushiradigan bo'lsak, taxminan -7,5. Demak, -5,5 ga -7,5 koordinatada joylashgan ekan mana shu nuqta. Ana endi mana bu nuqtalarning koordinatasini topamiz. 2 1 koordinata. Demak, avval x ni olamiz. Mana 2 ni oldik. Mana 1. Ikkalasini kesishgan joyi mana bu yer. Demak, mana bu nuqta, A nuqta. Ikkinchisi B -2 2. X dan -2 olamiz mana bu yer. Y dan 2. 2 degan mana bu yer. Ikkalasini kesishgan joyi mana bu yerda kesishadi ular. To'g'risi o'tkazadigan bo'lsak, demak mana bu yer B nuqta. Topyapmiz. S -4 -4. X dan avval x ni olishimiz kerak, esdan chiqmasin. -4 mana. Y dan -4 mana. Ikkalasini kesishgan joyi mana bu yer bo'ladi taxminan. Mana. Demak, mana shu nuqtamiz S nuqta bo'lar ekan. -4 -4. Keyingisi 3 -2. X dan 3 oladigan bo'lsak, mana bu yer bo'ladi. Y dan -2 olsak, bu yer bo'ladi. Buni birlashtiradigan bo'lsak, taxminan mana bu yerda birlashadi bu ikkalasi. Demak, bu D nuqta. Mana biz o'sha nuqtalarni topdik. Ko'k bilan belgilab ham qo'yish mumkin. Mana bu demak A nuqta. Mana bu yer B nuqta. Mana bu yer S nuqta. Mana bu yer D nuqta. Xo'sh. Demak, takrorlab olamiz. Descartes koordinatalar sistemasi orqali siz tekislikda yoki fazoda biror bir nuqtani qayerda joylashganini, uni koordinatasini oddiy sonlar orqali ifodalashingiz mumkin. Yoki sizga oddiy sonlar orqali berilgan koordinatani fazoda yoki tekislikda qayerda joylashganini topa olasiz. Siz hozircha fazoni o'rganishingiz shart emas, shunchaki tekislikni o'rganishingiz kerak. Tekislikda demak AX o'qi bo'ladi va AY o'qi bo'ladi. Koordinatani belgilaganda avval X yoziladi, keyin Y yoziladi. Demak, o'rganib oldik. Ana endi. Xo'sh. Sizlarga savol. Kelinglar ko'p bilan belgilaylik. Mana bu nuqta X nuqta deylik va mana bu nuqta Y nuqta deylik. Qanday koordinatalarda joylashgan? 10 -8 mi, 8 +53 mi va hokazo. Shuni koordinatasini topib kommentariyada yozib qo'yamiz. Xo'sh, ana endi oxirgi dars tugatishidan oldin o'rganishingiz kerak bo'lgan narsa bu yerda choraklar bor, choraklar. Mana bu chorak birinchi chorak deyiladi. Mana bunisi ikkinchi chorak deyiladi. Bunisi uchinchi chorak deyiladi. Bunisi to'rtinchi chorak deb aytiladi. Va mana bu A ga e'tibor beringlar. Shuni ko'pchilik 0 deb o'ylaydi. Bu 0 emas, bu A. Nima uchun A desa, bu ingliz tilidagi yoki ingliz tilida ham ehtimol boshqa tildan kirib kelgandir. Origin degan so'z, ya'ni koordinatalar sistemasining boshlanish qismi origin deb aytiladi. U qisqartirib A deb yoziladi. Bugungi darsimiz shu bilan o'zini nihoyasiga yetdi. Agar qandaydir savollar, fikrlar, mulohazalar bo'lsa, kommentariya qismida so'rashlaringiz mumkin. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosib, tanishlaringizga tarqatib qo'yinglar. Chunki bu ushbu loyihani ko'proq odamga manfaat yetkazishiga sizlarning qo'shgan hissalaringiz bo'ladi. Darsimiz tugadi. Salomat bo'linglar.